Leşimizi davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Azatlık armiya Tibet'te akop kızışqa başladı. Tuyuqsuz hücumga tayyorlik qilib o'tdi. Mavzuli xabar 8-ayning 24-kun Vanvitor beti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Hindiston chegara so'rkilishi davomlashib o'tdi. Tuyuqsuz yuz berdigan chegara to'qinishga taqobil turish uchun Azatlık armiya umumyuzlik urushga tayyorlik qilishga boshladi. Tibet birinchi sepiga joylashgan Shannan harbiy rayoni yaqinida alayda mashq boshlab, zo'r bir turkum askariy qismlarni dengiz yuzidan 4600 metr egizlikka yo'tkab kelib, okop qazib, mudofaa qurilishi qilib, urushga tayyorlik qildi. Jungo matbuotlari munda xabar qildi. Askarlarni mashq qildirish tuyuqsiz hujum tahdid qilindi. Tog' egizligida qismlar 7 soatda 30 kilometr mengishni mashq qildi. Yo'l 7 soat around 30 kilometr yo'l mengishni mashq qildi. Ko'ziga yerga yetib borgandan keyin qismlar oqtirish va harbiy holat jiddiyligini tuturishni, mudofaa istiqomlari qurishni mashq qildi. Tibet Shannan harbiy rayoni ma'lum polkning polk komandiri qismlari tuvan, sovuq temperaturada iqtidor va irodani mashqini boshladi. Bu orqali urushning g'alabasini qo'lga keltirish kafolat qilmoqchi bo'ldi. Jungo bilan Amerikaning zo'r darajada elishishi boshlandi. Bu ikkinchi xabar, ashundan ulabli kelingan xabar. Jungo bilan Amerikaning zo'r darajada elishishi boshlandi. Mavzuli xabar 8-ayning 24-kun Vanvitor beti e'lon qilindi. Avval Janxo deydigan gazeta e'lon qilingan edi. Hozir Jungoning bir gazeta paydo bo'ldi, Janxo deydigan. Ayni vaqt kelib Yarshar vaqt gazeti, o'tilaqorat bilan ishlaydigan gazet. Bu qatimqi Janxo degan maxsus tuhmat, yolg'onchilik bilan ishlaydigan gazet ekan. Lekin buning bir abzas tahlilini men to'g'ri topdim emas. Bu bir abzas tahlilni vatandoshlarning samiga selish uchun tayyorlab chiqdim. Xabar mundaq boshlandi. Hindiston chegaradan chekinadigan alomatlar yo'q. Chegara to'qinishi qanday hal qilishning chorasimi yo'q. Agar kishilar diqqat qilgan bo'lsa, Jungo bilan Hindistonning bu qatim kuch sinashganligi tasodifiy voqea emas. Jungo Amerika erishayotgan sharoit ostida yuz bergan bir voqeadir. Jungo Hindiston Pakiston, Amerika Jungo qatorliq davlatlarning elishishining natijasidir. Tunugunlardan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Afg'oniston yangi strategiyasini e'lon qildi. Bu yangi siyosatning e'lon qilinishi Jungo bilan Hindistonning oxiri bir oyda erishishning qotlanishidan darak berdi. Üstelab erishdi demoqchi bo'lyapti Janxo efendi. Agar Amerika yangi siyosatni davomli ilgarilatadigan bo'lsa, Afg'oniston yangi siyosatni amaliylashtirigan bo'lsa, agar Hindiston Amerikaning chaqirig'iga ovoz qo'shadigan bo'lsa, undaqda Jungo bilan Amerika Janubiy Osiyoda Jungo Hindiston talash tortishidan foydalanib qurolliq elishni tamomlaydi. Yani qurolliq elishni tamomlaydi. Jindao, Jinchiang deydi. Urush bo'ladi. Torbat abonetlari suratlarda Bronviklarni chegaraga yo'tkayotganligini ko'rsatdi. Bu 3-xabar. Mavzuli xabar 8-ayning 24-kuni Shinlang Tordi, ya'ni shu kuni Vanvitor e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Suratli xabar. Jungo Hindiston urushi boshlandimi? Bir nafar Torbat a'zosi Tibet Qaraqurum tog'larida Azatlık armiyaning zo'r bir turkum chaqliq Bronvik bilan, zanjir tapalliq Bronvik emas, chaqliq Bronvik bilan ilgirlayotgan ko'rishini, suratli ko'rinishni ko'rsatdi. Yaponiya harbiy mashq qilishni boshladi. Yana bir xabar, hurmatli vatandoshlar. Bu
Bu devletning raqibi kim? Mavzuli xabar 8 ayning 24 kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başladı. Yaponiya qo'g'dinish qismlari 8 ayning 24 kuni Poshishanda 3 kunlik harbiy mashq boshladi. Qo'rg'uliqda qo'g'dinish qismlarining shtab boshlig'i mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning bexatarligi eg'ir vaziyatga duch keldi. Muqimsiz omillarga duch keldi. Jumladan Jungo, Sharqiy dengiz, Janubiy dengizda hozirgi holatni o'zgartmoqchi bo'lib o'tdi. Chavshan yadro qurollarini taraqqiy qildirib o'tdi. Rossiya Iroq sharqda o'zini ko'rsatib o'tdi. Demak, bu Yaponiya duch kelgan tahdidlar ekan, hurmatli vatandoshim. Bugungi leksiyalarimiz shuningla oyoqlashdi. Endi keyingi tahlilimiz sizlar bilan birga tahlil elib boramiz vatandoshlar.